Assalamu alaykum qarindoshlar. Oldingi soat darslarimizda biz bir noma'lumlik birinchi darajalik tanlimlarini ko'rdik. Bugungi bu soatlik darsimizda biz ikki noma'lumlik birinchi darajalik tanlimlarini ko'ramiz. Unda bo'lsa oldi bilan men nihoyat oddiy tanlimdan birini yozay. Masalan, akiz elingan 5 tang 4. Unda olsa bu bir tanlimi mi? Albatta tanlimi. Tanlimi bo'lish uchun ikki shart hozirlanish kerakdir shundami? Qanda ifodaning ichida eng az bir tal noma'lum san bo'lish kerakdi. Bu yerda bor. Ikkinchi shart-chu, bu ifodaning ichida tanglik belgisi bo'lish kerak. Unda olsa bu bir tanlimi. Bu tanlimi bo'lib qolmay, buning alohida bir ismi bor. Bir noma'lumlik birinchi darajalik tanlimi deb ataymiz. Nimaga asosan bir noma'lum, nimaga asosan birinchi darajalik? Bu ifodaning ichida bir talla noma'lum san bor. Shunlashqa biz buni bir noma'lumlik deymiz. Bu noma'lum sanning ustidagi darajasi necha? 1. Yani odatda harfning ustidagi daraja 1 deb qaraymiz. Unda bo'lgankin bu bir noma'lumlik birinchi darajalik tanlim bo'ldi. Agar men bu tanlimni o'zgartirib etsam, x'ning darajasini 2 qo'yib, x'ning ikkinchi darajasi elingan 5 dan 4 qilib qo'ysam, bu tanlima qanday bir noma'lumlik ikkinchi darajalik tanlimiga o'zgarib qoldi. Biz buni keyin ko'ramiz. Unda o'zi bugungi bu soatlik darsimizda biz ikki noma'lumlik birinchi darajalik tanlimini ko'ramiz. Men bir ifoda yozay. A x qo'shilgan b y qo'shilgan c tanglachi 0. Unda o'zi bu yerdagi a, b, c hammasi nimaga tava? Real sonlarga tava. Ya'ni real sonlar deb qaraymiz. Unda bo'lsa bu yerda bir shart bor. Ya'ni bu yerda A 0 ga teng bo'lsa bo'lmaydi, B 0 ga teng bo'lsa bo'lmaydi. Ya'ni A, B 0 dan boshqa barliq sonlarga teng bo'lsa bo'ladi. Unda bo'lsa, agar bu yerdagi A va yoki B ikkisining birisi 0 bo'lib qolsa, masalan A 0 bo'lib qolsa, A x qanday 0 ko'paytirilgan x 0 bo'lib ketadi, A x yo'qolib ketdi degan gap. Agar B 0 bo'lib qolsa, B y yo'qolib ketdi degan gap. Agar x va yoki y ikkisining birisi yo'qolib ketib qolsa, bu tanlima qanday bo'lib qoldi? Bir noma'lumlik birinchi darajalik. Bu yerdagi x, y ikkilisini mavjud qilib turish uchun bu yerdagi A, B qat'iy 0 bo'lmasligi kerak. A, B 0 bo'lmagan shart ostida bu ifodani biz ikki noma'lumlik birinchi darajalik tanlama deb qaraymiz. Ya'ni bu yerdagi x, y ning yana qanday darajasi 1. Unda bo'lsa biz qanday bir qancha savollarga qarab boqaylik. Birinchi savol x dan 4, y dan 6 ekan. Shundaymi? Bizdan nimani so'rabdi? X qo'shilgan y. Unda bo'lsa bu yerdagi x 4, y 6 bo'lgan ekan. 4 qo'shilgan 6 tanglachi 10. Bu yerdagi tanglik belgisini xuddi bir taroziga o'xshatsak bo'ladi. Ya'ni bir tarafi x, bir tarafi 4 qanday tang bo'lgan. Men turmushdan bir misol beray. Masalan bu bir tarozi, ma tarafda 2 tal tovuz bor, ma tarafda 3 tal qo'g'in bor. 2 tovuzning ig'irligi 3 tal qo'g'inning ig'irligiga teng. Tarozi hozir tampon holatda. Agar bu 3 tal qo'g'inning ig'irligini biz qanday 5 parcha kitobning ig'irligiga teng deb qarasak, men bu qo'limdagi 3 tal qo'g'inni elib o'tib bunun o'rniga 5 tal kitobni qo'ysam, 5 parcha kitobni, bu yerdagi 2 tovuz, ya'ni 5 parcha kitobga teng bo'lib, tarozi tamponligini saqlab qola oladi. Shundaymi? Xuddi shuningga o'xshash, men bu yerdagi x dan 4 degan bu narsani qanday x ning o'rniga 4 ni qo'yib almashtiryaptim. X qo'shilgan y, unda o'zi x 4 ga teng, y 6 ga teng qo'shsam necha? 10. Masalan, bunga qaraydigan bo'lsak, bu ikki tanglimini osti-usti qo'shqili bo'lgan. Unda o'zi kalamga bir savol kelyapti. Bu yerdagi bu ikkisi qanday bo'ldi? İki noma'lumlik birinchi darajalik tanlimi yo'q emas. Bu faqat bir noma'lumlik birinchi darajalik tanlimi, faqat bu yerda ikki tal tanlimi bor. Ikkinchi savol qaraylik. X qo'shilgan y teng 13, x elingan y teng 5. Unda bo'lsa x teng necha debdi. Bu qanday? Bu ikkisi ikki noma'lumlik birinchi darajalik tanlimi. Shundaymi? Men ustidagi tanlimini birinchi tanlimi, ostidagisini-chi ikkinchi tanlimi desam. Men bu tanlimini osti-usti qo'shib etsam, qanday tanlimining sol tarafini o'zaro qo'shimiz x qo'shilgan y qo'shilgan x elingan y. Ma'ni qo'shib etdim shundaymi? 15 ga 3 ni qo'shsam necha? 18. Qaraydigan bo'lsak, x ga x ni qo'shsam necha bo'ldi? 2x, y dan y ni olsam yo'qolib ketdi, teng 18. Unda o'zi x dan necha? 9. Topdim. Shundaymi? Üçüncü savol qarab boqaylik. X qo'shilgan 2y teng 14. X elingan 3y teng 4 ekan. X dan necha, y teng necha debdi. Men ustidagini birinchi tanlima, ostidagini ikkinchi tanlima desam, ustidagi tanlimidan ostidagi tanlimni elib olsam, ya'ni qanday? X qo'shilgan 2y elib o'timiz, x elingan 3y. Shundaymi? Ma qismidan ma qismini elib o'tma. Bu nimaga teng bo'ldi? 14 dan 4 nag'inimga teng. Javob teng necha? 10. Unda o'zi tırnaqdan chiqaray. X qo'shilgan 2y elingan x minus nima bo'lib chiqadi?
plus 3y tang neçe 10. Bir narsaga diqqat qildi. X'dan x'ni alsam qanda yo'qolib ketdi. 2y ga 3y ni qo'shsam necha? 5y. Shundaqmi? Tang necha 10. Unda bo'lsa y tang necha? Y tang 10 ni 5 ga bo'lsam 2. Men y ni topdim. Y ni topgandan keyin x ni topishim kerak shunaqa. Unda qanday qilaman? Men bu y tang 2 ni birinchi yoki ikkinchi xohlagan, ya'ni bu ikki tanlimining xohlagan birisiga akirsam bo'ldi. Akirish degan o'rniga qo'yamiz. Shunday-ku. Masalan, men birinchi tanlimga qo'yib boqay. X qo'shilgan 2y, unda bo'lsa x qo'shilgan 2 ko'paytirilgan y degan gap shundaymi? Y ni necha topdim? 2 topdim. Unda bo'lsa o'rniga 2 ni qo'yib beramiz. Tang necha? 14. X qo'shilgan 4 tang necha? 14. X tang 14 elingan 4. Unda bo'lsa x tang necha? 10. Bizden x y ni so'rab turgan shundaymi? X y ni topdim. Y tang 2, x tang 10. Unda o'zi bir narsaga qaraydigan bo'lsak, biz ikki noma'lumlik birinchi darajalik tanlimlarni yechgan vaqtimizda biz qo'shib, bu yerda plus y, bu yerda minus y bo'lg'achqa qo'shib etdim. Qo'shib etsam y yo'qolib ketdi, x ni topdim, shundaymi? X ni xohlagan bir tanlimning ichiga kirsam, yana y ni topib bo'ldi. Bu yerda x ni yo'q qilib etdim. Ustidagi tanlimdan ostidagi tanlimni elib o'tish orqali x ni yo'q qilib etdim, y ni topdim, y 2 chiqdi. 2 chiqqandan keyin xohlagan bir tanlimning ichiga kirish orqali qanday x ni topdim. Unda bo'lsa biz ikki tanlimini o'zaro qo'shish yoki o'zaro elish orqali ikki noma'lum sonning birisini yo'qotamiz. Yo'qotib bo'lgandan keyin qolib qolgan birisini topimiz, tepib bo'lgandan keyin yana tanlimning ichiga qayta kirish orqali ikkinchi bir noma'lum sonni tepib chiqa olamiz. Unda bo'lsa yana bir qancha savol ko'rib boqaylik. Masalan, 4-savol. 3x qo'shilgan 4y tang 24, x qo'shilgan 2y tang 10. X tang necha, y tang necha. Men ustidagini birinchi tanlama, ostidagini ikkinchi tanlama desam, men bu ikki tanlimini birisi-birisiga qo'shib etsam, x yoki y yo'qolib ketmaydi. Birisi-birisini elib etsam, x yoki y yo'qolib ketmaydi, shundaymi? Biz baytdan ko'rgan ikkinchi, uchinchi savolga o'xshash. Unda o'z qanday qilamiz? Tanlimining bir alohidaligi botdi. Tanlimining oldi keyniga o'xshash bir sonni ko'paysak yoki bo'lsak, noldan boshqa qiymat o'zgarmaydi deydigan. Bu alohidaligiga asosan men ostidagi tanlimini oldi keynini 2 ga ko'paytiraman. Nima uchun? 2 ko'paytgan vaqtimda 2x qo'shilgan 4y tang necha 20 bo'ladi shundaymi? Men buni 3-tanlimi dey. Endi birinchi tanlimidan 3-tanlimini elib etgan vaqtimda 4y dan 4y ni olsam, nima bo'lib ketdi? Y yo'qolib ketdi degan gap. Unda 3x dan 2x ni men qanday tafsil yozib boqay. 3x qo'shilgan 4y elingan 2x qo'shilgan 4y tang necha 24 dan 20 ni olamiz. 4. Shundaymi? 3x qo'shilgan 4y elingan 2x minus plus nima bo'lib chiqadi? Minus 4y tang necha 4. Unda o'z qaraydigan bo'lsak, 4y dan 4y ni olsam 0 yo'qolib ketdi shundaymi? 3x ni 2x ni olsam x tang 4. X ni 4 topdim. Bu 4 topgandan keyin men bu 4 ni 1 2 3 bu 3 tanlimining xohlagan birisiga akirsam bo'ladi. Masalan, ikkinchisiga akirib boqay. X qo'shilgan 2y tang 10. Unda bo'lsa x ning o'rniga 4 qo'yib beramiz. Qo'shilgan 2y tang 10. 2y deganim tang 10 dan 4 ni olsam 6. Shundaymi? Y tang necha 3. Eng oxirida x tang 4, y tang 3 deb billa yozib qo'yamiz. Unda bo'lsa 5-savol qarab boqaylik. 5-savol x elingan y tang 7, x qo'shilgan y tang 15. Unda bo'lsa x ga y ni ko'paysam necha debdi. Men bu savolni ikki xil usulda ishlayman. Ya'ni men ustidagini birinchi tanlama, ostidagini ikkinchi tanlama deb yozib olsam. Birinchi xil usulimiz qanday bo'ldi? Bu ikki tanlimani osti-usti qo'shash va yoki elish orqali bu yerdagi bir tal noma'lum sonni yo'qotish. Ya'ni men birinchi tanlimiga ikkinchi tanlimini qo'shgan vaqtimda nima yo'qolib ketdi? Y yo'qolib ketdi. Chunki bu yerda minus y, bu yerda plus y. Qo'shib etsam, minus plus birisi-birini yeb ketdi. Agar birinchi tanlimidan ikkinchi tanlimini elib etgan vaqtimda x dan x ni olsam qolmaydi. Shundaymi? Men qo'shay bu savolda. Unda o'z qo'shib etsam, x ga x ni qo'shsam necha bo'ldi? 2x minus y ga y ni qo'shib etsam yo'q bo'lib ketdi. 7 ga 15 ni qo'shsam 22. Unda bo'lsa x tang necha? X 11. 11 topgandan keyin men 1 va yoki 2 xohlagan bir tanlimiga akirsam bo'ldi. Masalan, birinchisiga akirdim. Unda o'z x ning o'rniga 11 qo'yib beramiz shundaymi? 11 elingan y tang 7. Unda bo'lsa y ni o'ng tarafga, 7 ni so'l tarafga yo'tkizsam, 11 elingan 7 tang y. Unda bo'lsa y tang necha? 4.
Ben bu sualda x'ten 11 tapdım, y'ten 4 tapdım. Nima so'rabdi? X'ga y'ni ko'paysam necha bo'ldi? X ko'paytirilgan y tan 11 ko'paytirilgan 4. Javobdan necha? 44. Unda bo'lsa biz birinchi savolda ishlab bo'ldik degan gap. Birinchi savol xulosalashsam, tanlimini asti usti qo'shash va yoki elish orqali bir noma'lum sonni yo'q qilish. Men y'ni yo'q qildim. Yana bir noma'lum son qanday yo'q qilgandan keyin bu qolib qolgan noma'lum sonni tepib chiqamiz. Tepib chiqqandan keyin tanlimning ichiga qayta akirish orqali ikkinchi bir noma'lum sonni tepib chiqib bo'ldi. Unda o'z ikkinchi xil usulimiz qanday bo'ldi tanlimi ishda? Men bu yerdagi ustidagi x elingan y tan 7 degan bu ifodani y'ni keyniga o'tkazatsam, x necha bo'ldi? X tan 7 qo'shilgan y. Bu bizga nimani direkt berdi? Men x ni y bilan ifodaladim. Yani x deganim y ga 7 ni qo'shib berganga tengkan. Shundaymi? Unda bo'lsa, men buni ifodalab bo'lgandan keyin birinchi tanlimidan foydalanib x ni ifodalab oldim. Bu ifodalab olganimni ikkinchi tanlimiga akiraman. Ya'ni bu yerdagi x nimaga teng bo'ldi? 7 qo'shilgan y, keyin yana bir tal y bor, tangnecha 15. Unda bo'lsa 2y teng 15 dan 7 ni elib olsam, shundaymi? 8 y tangnecha 4. Y teng 4 ni yana xohlagan bir tanlimiga akiramiz. Bu qatim ikkinchisiga akiray. X qo'shilgan y tangdan chiqqan 4 tangnecha 15. Unda bo'lsa x tangnecha 11. Bizden nimani so'rabdi ekan? X ko'paytirilgan y. Unda bo'lsa 4 ko'paytirilgan 11 tangnecha 44. Shundaymi? Unda ikkinchi xil usulimizni bir xulosalashsak, biz bir tanlimida bir noma'lum sonni yana bir noma'lum son bilan ifodalab olamiz. Ifodalab bo'lgandan keyin bu ifodalab olganimizni ikkinchi bir tanlimiga akirish orqali qanday x y ni tepib chiqqili bo'ldi. Unda bo'lsa biz bu ikki xil usulda 6-savolni ko'rib boqaylik. Men ustidagini birinchi tanlima, ostidagini ikkinchi tanlima desam, qaraydigan bo'lsak, 5x qo'shilgan 2y, 4x qo'shilgan 2y. Ostidagi tanlimini qanday qilma? 2 ko'paytma. 2 ga ko'paytgan vaqtimda oldi keynini 2 ga ko'paytsam shundami? 8x qo'shilgan 2y tangnecha 20 bo'ladi. Men buni 3-tanlima deb yozib olay. Nima uchun 2 ga ko'paytdim? Mayada 2y bor. Men mana 2 ko'paytish orqali 2y chiqardim. Ustidan birinchi tanlimidan 3-chi tanlimini elib o'tgan vaqtimda 5x dan 8x ni olsam -3x, 2y dan 2y ni olsam yo'qolib ketdi. 38 ni 20 ni olsam 18. Unda x dan 18 ni -3 ga bo'lsam -6. -6 ni xohlagan bir tanlimin ichiga, ya'ni 1 2 3 xohlagan bir tanlimin ichiga akiramiz. Masalan, men birinchisiga akiray. 5 ko'paytirilgan x degan gap ko'paytirilgan -6 qo'shilgan 2y teng 38. Unda o'z 2y. Bu yerda 5 ga -6 ni ko'paysam -30. Ma tarafga ekvatsam 38 qo'shilgan 30 necha bo'ldi? 68. Unda o'z y teng necha? 68 bo'lingan 2 34. X teng -6, y teng 34 topdim. Bizning nimani so'rabdi ekan? X qo'shilgan y ni so'rabdi ekan. Unda bo'lsa x qo'shilgan y teng 34 ga -6 ni qo'shib yotsam necha bo'ldi? 28. Birinchi xil usulimiz tugadi. İkinci xil usulda biz qanday qilardik? 5x qo'shilgan 2y teng 38, 4x qo'shilgan y teng 10. Bir noma'lum sonni yana bir noma'lum son bilan ifodalaydik. Masalan, men asta qaraydigan bo'lsam, bu yerda 4x qo'shilgan y teng 10 shundami? Unda bo'lsa y ni ep qilib, bu yerdagi 4x ni keyniga o'tkazsam-chi. 10 elingan 4x. Ya'ni bu yerdagi y deganim 10 elingan 4x ga teng bo'ldi ekan. Men y ni x bilan ifodaladim. Unda bo'lsa men bu y ni ustiga akirma. Yani bu yerdagi y ning o'rniga qo'yib qo'yma. Unda bo'lsa 5x diqqat qilaylik. 5x qo'shilgan 2y. Unda bo'lsa y degan 10 elingan 4x ga teng. Shundami? 2 ko'paytirilgan y, unda bo'lsa 2 ko'paytirilgan 10 elingan 4x. Mushu yerdagi y ning o'rniga 10 elingan 4x ni qo'ydim. Chunki 10 elingan 4x y ga teng. Tangnecha 38. Men buni yig'inchoqlasam 5x qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 10 20, 2 ko'paytirilgan -4x shundami? -8x tangnecha 38. 5x ni 8x ni olsam -3x shundami? 20 ni matlab o'tkazsam 18 x tangnecha -6 chiqadi. X ni akirgan vaqtimda y yana 34 chiqadi. X qo'shilgan y yana necha bo'ldi? 28.
Demek bir xulosalsak biz ikki noma'lumlik birinchi darajalik bu xil tipdagi tanlimlarni yechgan vaqtda asti-usti qo'shash va yoki elish orqali bir noma'lum sonni yo'qota olamiz. Qolib qolgan noma'lum sonni tepib chiqib, qayta tanlimning ichiga akirish orqali ikkinchi bir noma'lum sonni topqili bo'ldi. Va yoki bir noma'lum son bilan yana bir noma'lum sonni ifodalash orqali xuddi bu yerda men y ni x bilan ifodaladim shundami? Y 10 ilinga 4x ekan. Bu xil shaklda bir noma'lum sonni yana bir noma'lum son bilan ifodalab bo'lgandan keyin ikkinchi bir tanlimning ichiga akirish orqali anandan keyin x y ni yana tepib chiqqili bo'ldi. Unda bo'lsa darsimizning eng oxirida biz bugun o'rgangan mazmunni bir ishlatib boqaylik. Bizning hayotimizda nihoyat mashhur va tipik bo'lgan bir tepishmoq bor shundami? Qaysi tepishmoq? To'xu to'shqan 18, pachiqi 48. Undaq bo'lsa to'shqan nechi, to'xu nechi. Bu tepishmoqni bugun o'rgangan mazmun ikki noma'lumlik birinchi darajalik tanlimi bilan nihoyat qulay bir shaklda tepib chiqqili bo'ldi. Unda bo'lsa darsimizga qarab boqaylik. Men bu tepishmoqdagi to'xuni shundami? To'xuni nima dedim? To'xuni x deb olsam, to'shqanni-chi? To'shqanni y desam. To'xu to'shqan necha 18. Ya'ni toplam soni shundami? To'xu to'shqan necha 18. Pachiqi 48. Pachiqni qanday ifodalaymiz? Bir to'xuda 2 pachoq bor. Unda bo'lsa x tal to'xuda 2x pachoq. Shundami? Unda bo'lsa y tal to'shqan. Bir to'shqanda 4 pachoq bor, y to'shqan dedim. Unda bo'lsa 4y pachoq. Shundami? Pachoq necha 48. Men ustidagini birinchi tanlama, ostidagini-chi ikkinchi tanlama desam. Shundami? Bu tanlimni yeyishim kerak. Qaraydigan bo'lsak, men ustidagi bu tanlimni oldi-keynini 2 ko'paytgan vaqtimda qanday bo'ldi? 2x qo'shilgan 2y tanglachi 36. Men buni 3-tanlama deb olay. Endi men 2-tanlamadan 3-tanlamani elib etgan vaqtimda 2x dan 2x olsam yo'qolib ketdi. 4y dan 2y ni olsam 2y tang 48 dan 36 ni olsam 12. Unda bo'lsa y tanglachi 6. Men y ni xohlagan bir tanlamaga akirsam, mayaga kiray. X qo'shilgan 6 tang 18. Unda bo'lsa x tanglachi 12. Men nimani x degandim? To'xuning sonini x degandim shundami? Unda bo'lsa 12 to'xu 6 qanda to'shqan bor ekan. Pachiqi 48 bo'lamdi. Bir isbotlab boqaylik. 6 to'shqanning necha pachiqi? 24 pachoq. 12 to'xuning necha pachiqi? 24 pachoq. Toplam pachoq necha? 48. Unda bo'lsa ekran oldidagi o'quvchilarimizga bir topshiriq. To'xu to'shqan 48, pachiqi 108. Unda bo'lsa to'xu nechi, to'shqan nechi. Bugungi darsimiz ikki noma'lumlik birinchi darajalik tanlimi mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.